Shoyitxon og'am, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi og'ajon? Uydagilar xonadonlar yaxshimi og'a? Ha, rahmat. Ne masangiz yo'q og'a? Qaysizlar? Nimaga meni so'kib chiqdingiz? Men sizga nima yomonlik qildim? Kelishmadi. Janjallashmanglar. Bu TikTok. Hayotda bir bo'yin ko'rgandan keyin bo'yinga bo'lsa salomat qilasanda. Men sizga adresingizga umuman gapirganim yo'q-da, Shoyitxon deb umuman gapirganim yo'q-da. Nimaga meni so'kib chiqdingiz? Shoyitxon degansiz, Jaska? Yo'q, tushundingiz og'a? Shoyitxon unaqa bo'lamas deganman. Unaqa bo'lamas deganman Shoyitxon. Samleni qilyapti, Shoyitxondan ham so'rash kerak deb. Yo'q. O'taq sen qo'taqqa kibrlanyapsanmi? Qalaysizlar deysam, jarab o'zingni egasi olasan, bilan. Shoyitxon, og'a, mazza yaxshimi hozir? Mazangiz zo'rmi? Jaska Jimshi. Sen menga shuni aytdirdingmi? Hozir bunday bunda. Jasur. Salom qarzi xudo, salom. Qarang, Osmon og'alar bilan ko'rishgansiz, to'g'rimi? Qarang, shu vaqtgacha qarang. Masalan, kuchayib ketdingiz, aktivlaringiz oshib ketdi. Lekin mana nechtasini so'ksam, men biron marta Jaskani gap efirni yapsam, biron marta orqangizdan so'kib gapirmaganman. Shu bola bilan ko'rishganman. Omadini bersin, misol uchun-da, ko'rolmagandek bo'lmay shuni tema qilyapti demasin, aktiv oshib ko'rolmayapti, hasad qilyapti demasin deb umuman gapirmaganman-da. Yo'q, men misol uchun kutga chiqarib olyapsiz, mana ichganmiz. Biron marta sammangi bor, biron marta даже sansirab gapirmaganmiz-da, Jasur. Da, og'a, eshiting, ko'tman agar o'rda men siz adresingizga bir gap gapirganim yo'q. Erkakchaga bu yerda efirimda odamlar bilan Shoyitxon unaqa bo'lamas deganman. Siz ertaman tursam, bilab, vobshe so'kib tashlagansiz, keyin vizib tashlagansiz menga, keyin ham mayli deb qo'ydim. Ho'ya, nimaga hozir nasreniyangiz yo'q, og'a? Kayfiyatingiz yo'q. Ya aktivi yo'qlar, yo'q, alam qilyapti, aktivi yo'qlar bordi, pulga zor bolalar bordi. Bular kutiga sikyapti. Kelmonyog'a, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ya bizni misol uchun sizlarga o'zimizdan o'zimiz osilmaganmiz-da shu vaqtgacha to'g'risida. Mana hozir, mana Usmon og'a bormi? Shu ham misol uchun bular 100 so'm, 200 so'm chupa-chups ma'ruzani turadi. Shu bola ham. Sizlar ham shu mana shuni ham misol uchun Osmon og'am mushuk inson, odamgarchiligi bor. Eshiting og'a. Qarang-da, Shoh og'am, Zo'rma og'am charchamayapsizmi? Qarang, og'a, hozir men gapirsam bo'ladimi? Juda kayfiyatingiz yo'q-da. Nimagadir kayfiyatingiz, yuzingizda. Rahmat. Kayfiyatim yaxshi. Hozir kecha ichdim, viski ichdim. Yaqinda turdim uyqudan. Hozir atxatnak. Siz Jasur yaxshi gap qilmayapsiz, men og'o, rahmat. Sizni mana Osmon og'alar menga teskari bo'lib qoladi-da. Shoyitxon og'a, to'xtang. Erkakcha gap. Og'a, Chilonzor turasan? Ha. Kulma. Ertaga og'a, Chilonzorda o'sha metroda ko'rishib, shuna 16 ga vaqtingiz bormi? Shuna bitta reykon qilaman. Bu yerda Shoyitxon. Og'a, vaqt bormi? Rasxut mendan og'ajon, iltimos. Urush janjal kerak emas, prosta shunday boramiz, rekin qilamiz, 1 soatda chiqamiz. Bular, yo'q, hazil bilan bular. Jaska, auditoriyangiz kattada, hazil bilan ko'tga chiqarib oryapsiz bular. Bo'ldi, men gapirmayman, mayli, bo'ldi. Men gapirmayman, bolalarga. Men sigar chekayinda bitta. Yo'q, agar og'a nima? Kecha Shohga Shoh bilan gaplashsam, ayib qilgan inson bilasizmi? Ayib qilgan inson qizarib, xuddi yuzini qo'yadi, bildirib qo'yadi. Shuni bildim, men pashon nahiyatdan ketib qoldi. Keyin men aytdim. Shoh dedim, agar shunaqa narsa bo'lmagan bo'lsa dedim, "Davay" dedim, men seni dedim, mana olib boraman dedim. Chilonzorga olib boraman dedim, 16 ga. Davay ko'tingga rekin qildirak dedim. Shoh qochib ketdi. Hozir nima deysiz? Shoh qochib ketdi.
Men bilmadim, shoh endi jahli chiqqanda, hozir katta tuhmat qilib, ana prikol qilib, mana ya. Bular sizlar ham ko'rishgan. O do'stim, sizlar ham ko'rishgansizlar, donatorlar bilan, ya. Ha, ko'rishganmiz, choy ichib sirazi qaytganmiz endi. Ya, men sizga bari anomim yo'q. Men bitta ham bolaga yomonligim yo'q. Men prosta qiziqmaydigan joyim. Men shohga shu gapni aytdim-ku, shoh so'kdi tagin, qochib ketdi. Men gapirgan gapim nima? Doy ko'tingda regin qildiraylik dedim. Men boshqa gap gapirganim yo'q, to'g'ri? Keyin uni Boshqa gapirgan yo'qmi? u bildirib qo'ydi keyin shoh. Ya endi shoh bilmayman nimani o'ylagan, yo'q. Shohid. Mana davushim ketish qilyaptimi? Men bilmayman shohni ichida nima bo'lyapti. Shohidmi mana bu nima? Shohid. Mana davushim ketish qilyaptimi? Shohidxon. Bu gapni eshit qilib nimaga sen qizirish ketyapsan, qizirib bo'lib ketyapsan. Qara, o'g'lon, sen gapirsang po'xo'ydi, sen yibbansan. Jaska bilan biz jala 5 yildan beri o'rtoq deymiz, bir ko'rishib dasturxonda biron marta sen menga bormaganmiz shu bola bilan. Biron marta даже so'kish yo'q tursin, sansiramaganman. Jasur ham meni sansiramagan. Og'a deb hurmatda gaplashyapmiz-da. Jala biladi qanaqa bolaligimni, meni gapirib o'tirdi-da bular. Og'ajonim. Mana aka o'rda Samarqandda yo'q edi-ku, Samarqanddan sen chiqib ketgan-ku. Jasur bu aytayapti-ku, nega jahling chiqyapti? Shu narsadan Jasur biladi-ku, o'rtog'imday bu bola. Nega meni noto'g'ri? Shoyitxon unaqa bola emas dedim. Shoyitxon unaqa bola emas dedim. Gapirgan shu bo'ldi. Hozir ham gapiryapsiz-ku, kutdingiz. Hozir mana videoni qo'yganingizdan keyin gapirdim. Videoni qo'yganingizdan keyin gapirdim. Yo, og'a, spokойся, свой вон что. Suchdan. Yomonligim yo'q, men bitta ham prosta shuni men tagiga yetaman deb xalqqa so'z berdim-da. Sizga anaqa yo'q. Odil qo'taqa ko'rasanmi? Ha, ne? Bu yerga yozish qilyapti. Bu yerga yozish qilyapti, shunga. Nega tuxumchaning bedonandi. Og'a, uydagilar yaxshimi, ishlar yaxshimi? Hazil-hazilmi? Mazza zo'rmi? Bu yerda hazil bo'lyapti, hamma seriozga o'tirib ketdi. Video bir şey qilib tashamaylar, videolar mana bu yerdagi videolarni kesib olib, keyin video qo'yib olib, o'yda tema qilib, bu yerda hammasi ketyapti. Erkamiz, hammamiz. Odil sizni gapingizga kim quloq soladi? Rishalada gapirasiz. Mana hozir o'tibdi video qilmay tashab berdi hozir mana. Quloq soladi, mana video tashab o'tibdi mana. Video tashab o'tibdi, quloq soladi, qo'tog'imda video tashab o'tibdi mana. Erta sizga mana video qo'yib deb. Mana jim o'tirganingizda o'zbekda hammasiga qarab o'tibdi-da, siz nima degan shu aytdi. Mana buni ham bilib turibdi. O meni bilasizlar. O'zimni uxlashim shart emas. Bilasizlar-da meni. Mushuk insonsizlar bilan hazil qilib kulgi bo'lsin deyapti. Shoyitxon, qarang, o'g'a yoshlikka bo'lsin deyapti. Ayb ish qo'ysak, Hamma narsa ko'ring insonsizlar. hozirgi tema emas. Yoshlikda bir tema, bir ayb ish qo'ysak, bilasizmi, akalarimizmi, otamizmi yoki yosh katta bola, qo'toq, mana shu ishni qilibsan desa, biz yuzimiz bildirib qo'yardi, bilasizmi? Kecha shohga shunaqa deyapman, shoh siraz bildirib qo'yapti-da. Keyin ichine siraz men aytdim, buni tagiga yetaman bolalar dedim-da. Yo, kulmang, o'g'ajon, kulmang. Ya mana o'zingizdan bo'ldi shoyi. Siz o'zingizdan dash kulib olyapsiz, bunaqa gaplarga. Qarayapsiz, prikolda bu. Ay! Kuldiryapti-da. Kulaman. Bo'ldi, ana shu uchun serios olmang. Ya, endi shoh bilmadim nimani o'ylagan. Balki jahli chiqdi. Nima deyapti deb jahli chiqib so'kkanlar misol uchun. Bilmayman. O'ylagan. Notanish og'a, alaykum assalom, assalomu alaykum. Odil siz bilan ham ko'rishganman-ku. Yo'q, aytaman. Odil Bella. Adam yaşlı yaptı.
Ha u ham bir rezinka shoid xafa bo'lmadi. Bir rezinka bir ochiladi, bir ochiladi. Yopadi. Jaska bilan ko'rishganman. Men Jaska Rashid uchovimiz ovqatlanganmiz. Shunaqa gap bor, ha? Agar yo Ha. Hozir mani ham ketga chiqarib qo'yibdi-ku. Man shoid bilan o'tirib chiroyli erkak hayotda mujik inson. Zo'r o'tirganmiz, chiroyli zakonni o'tib davra qilganmiz. Bo'ldi, boshqa tema yo'q. Odil bilan Dimoli bitta uyda uxlaganmiz. Shoid o'ziga o'zi qilyapsiz hozir-da. Siz o'zingizga o'zi. Nimaga kerak? Mazgi yo'q. Nimaga men tema bo'lishim kerak? Mana. Men Jasur Rashid uchovimiz ham o'tirganmiz mana. biz o'tirib choy ichganmiz. Va u Yog'ini aytib beraymi? da choy Ye. nima? Yo'g'ini aytib beraymi deydi. Davay u yana aytib bering. U yana aytib bering. Olar tuta bori sirlar ochilyapti, tuta bir gap bor-da. Og'a qarang. Qanday bu aylanishlar yaxshi bo'ldimi? Hazil qanday bo'ldi aylanish? Mazza qilib kellaringizmi? Xudo xolasa yana borish qachon? Endi ko'ramiz endi. Endi bilmasam endi. Biz kichkina odam. Biz mehmonga chaqirsa boramiz. Gap yo'q. Mazza qilib kelgan bo'lsangiz bo'ldi. Xudo xolasa bo'lmayam shu 2 haftalar ichida chaqirsa kerak, aylanib bir yana nima? Yoshlikda yurish kerak, dunyo kezish kerak. Ha, jonlarim bo'lsin. Shuncha odamni mehmon qilish o'zi bo'ladi. Qancha odamlarga telefonlar berdi. Bu yerda bir 95% donatlar faqat shu donatdan boshqa narsa qilmaydi. Bular birovdan qiynalib qoldim deb $100 so'rab, o'zi qarz olib donat qilyapman deydi. Bu odam shuncha odamga padish qilyapti. O'taman gapir qani? Men bular bilan nima gapiraman? Bular demasana Edalboy. Bular hamma yaxshi insonlar tutib beradi. Yaxshi inson bular. Qayerda o'ynadi? Yo'q, aka. Endi o'shni o'tiramiz o'ziga qarab. Shoh patron bilan kim yaxshi? Odil senmi, o'tayoman senmi? Shohid. Xudo xolasa akun qachon bilan mashina? Bitta razgaba. Bol mashinasi. Mashinam bormi? Qanday akun ko'rish qilmagandaman, gap yo'q. Просто aytish qilaman. Bol mashinasi. Odilni ham rengin qilamiz deydi. Regenni kim chiqardi o'zi? Kim chiqadi rengin rost? Jaskani ham rengin. Qarang Shohid og'a, mana shuncha odam ichida va'da meni hisobimdan ikkalamiz erta Regenga boramiz. O'rtada bir guvoh bo'ladi. Ikkalamiz ham Regenga kiramiz. Analiz 1 soatda chiqadi. Bir tekshirtirammi og'a? Bo'ldi. Siz ham tekshirtirasiz. Tamom, ustalik. Nima ham Shuncha odam bitta nima ham ketyapti-ku. Nima ham bu reysga ketyapti. Nima u bitta nima u buga nima u Harun Sardorni faqat tema qilib chiqadi. Taniyman. Bitta erkak ayol bo'lib chiqqan-ku. Nima u? Ismi? Kim ekan? Bitta Kunte bor-ku, Kunte. Ismini ayt, ey.
Bu mana bo'lib yozinglar. Bagiran bu reska bo'lishi. Aka, assalomu alaykum. Bagera. U ham ketish qilib. Ha, u ham ketish qilib. O, endi haqiqatdan elga bitta ko'tu. Bu reska ketish. O'ta jalab, fitna qilma, jalab unga poddeski qilmaydi-yu baginaga. Yo, mana eshitqil, Shohid. Просто bu yerga yozish qilyapti. Yozaveradi, bayda aytyapti. Jana Shabinskiylik deyishyapti, o'qib bermayapman-ku. Mana eshitqilda, Shohid. Sen oiladan ketish qilmada. Oilam qo'shmanglar. Oiladan ketish qilmada. Yo, yozyapti, o'qib bermayapman deyapman. Sen nima ajalab, birovni ko'tga chiqaraveryapsan? Shohid, hech kimni men ko'tga chiqarish. Men ham oilangdan ketganmi yo'q, komment yozishyapti, o'qib bermayapman deyapti. Mana eshitqilda, men oilangdan olganim yo'q. Men ham oilangdan olganim yo'q. Kommentni yozishyapti, o'qib bermayapman deyapti. Mana eshitqilda Shohid, bu yerga behaqorat, nima, o'sha xalq biladi kim qanaqaligini. Men o'zimni oilamni chiqarish qilganim yo'q video qilib. Meni taylab ketish qildi. Bitta Skarakov. Xotining bilan video olib yurgansan-ku. Dayus-ku bu, dayus. Oilam qo'shmanglar, bolalar ikkala.